عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه dediler قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhumoni o'g'li Hasanni o'pdilar. Va indahu Rasulullohning oldida Aqro ibn Habis bor edi. Faqala Aqro aytdi: "Inna li 'asharatan min al-waladi." Meni 10 ta bolam bor. Ma qabbaltu minhum ahadan. Ulardan birontasini o'pmaganman. Fanadhara ilayhi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga qaradilar. Va qol aytdilarki: "Man la yarham la yurham." Kim rahim qilmasa, rahim qilinmaydi. Muttafaqun alayh hadis. Al-Mudarris ahsant, ofaring. Mada fahimta min hadha al-hadith ya Usamatu? Ey Usama, bu hadisdan nimani tushunding? Usama: Fahimtu minhu, u hadisdan anna taqbil al-atfali, yosh bolalarni o'pish amrun hasanun, go'zal ish ekanligini tushundim. Yaxshi ish ekanligini tushundim. Va annahu yadullu ala shafaqati va rahmati. U o'pish. Shafaqa va rahma, bu shafaqa mehribon va rahmdillikka dalolat qiladi. Al-Mudarris ahsant. Yaxshi. Ya Ahmad, ey Ahmad. ما معنى قول المحدثين إن هذا حديث متفق عليه. Ey Ahmad, muhaddislarni so'zining ma'nosi nima? Bu hadis unga ittifoq qilingan degan ma'nosi nima? Dedi. Muttafaqun alayh degan nima degani dedi. Ahmad: Ma'nahu, uni ma'nosi anna hadha al-haditha. Bu hadis rawahu al-muhaddithani al-jalilani. Ikkita buyuk muhaddis rivoyat qilgan. Al-Imam al-Bukhari va al-Imam Muslim. Bukhari va Muslim ikkalasi rivoyat qilgan hadis muttafaqun alayh hadis deyiladi dedi. Rahimahumulloh, rahimahumalloh. Alloh ikkalasini ham rahim qilsin. Fi sahihayhima. Ikkalasi ham, Imom Buxoriy ham, Muslim ham o'zini sahihida rivoyat qilgan hadisni muttafaqun alayh deyiladi dedi.